buni remonti 50 dollardan 100 dollargacha bo'lib ketgan. Datchigini oxirigacha taqab yurmasligingizni tavsiya qilaman. Uchta biznes hali ham aktualligini hech yo'qotmagan. Biznes asoslar evolyutsiyasi haqida gaplashamiz. Bizneslarga o'chirtlar bo'lib ketadi. Asoslarda to'g'ri foydalanish va uni uzoq muddatga xizmat qilish uchun foydali 3 tavsiyani aytib o'tib ketaman. Eng birinchi tavsiyasi bizni har qanaqasini quyishdan qat'iy nazar imkoni boricha bizni datchigini oxirigacha taqab yurmasligingizni tavsiya qilaman. Ya'ni bu litr hajm hisobida 10-15 litrgacha bo'lgan hajmgacha yurishni tavsiya qilaman. Keyin ustiga qo'yishingiz kerak bo'ladi. Sababi mana bu bezanosuz yakir, ya'ni motori doimo ishlab turganligi uchun qizib ketadi. Ya'ni bu qizigan paytda o'sha bakdagi bezinning o'zi bilan buni olib boradi, sovutadi. Bu ko'proq yozga taalluqli. Rosa ko'chalarda 50 gradus issiq bo'lib ketgan paytda bezinning o'zi bilan bezanosuzda sovutishingiz mumkin bo'ladi. Lekin siz oxirigacha yurib qo'ysangiz, u quruq holatda ishlashga majbur bo'ladi va qizib ketadi, bezanosuz kuyishiga olib keladi. Ikkinchisi esa mana bezanos pampersini agar siz sifatsiz bezin quyib qo'yganingizni bilsangiz ham har 10 ming kilometrda bu mashinalarda tavsiya qilinadi. Bunaqa mashinalarda esa kamida 30 ming 40 ming 50 ming kilometrlarda pampersni almashtirish tavsiya qilinadi. Bu ikkinchisi. Uchinchisi esa imkoni boricha sizning mashinangizga quyilgan bezinni aktani ko'rsatib qo'ygan bo'ladi. Qaysidir mashinalarda 92, qaysidir mashinalarda 91, qaysidir mashinalarda 95. Ko'proq bu evolyutsiyadagi bezanoslarga taalluqli. Misol uchun mana Skoda Kodiaq inomarka mashina, lekin hozirgina servisda mijozimiz kelishdi. 30 ming 40 ming kilometrga yaqin yuribman dedi. Bezanosuzdan zapas tashlab olgan ekanman. Moskvaga borganda olib keldim. Yaqinda ko'rib, alishtirib qo'yaman deb ustiga oshtirsam deyapti. Hatto mana pampersi kir bo'lmabdi deyapti. Doimo 95 kuyish talab qilinganligi uchun, toza bezin qo'yganligi uchun hech narsa qilmagan. Va aytganimdek oxirigacha ham yurib olmagan. Yarim bak bo'lishi bilan to'ldirgan shunaqa mashinasi yaxshi qaraydigan mijozimiz bo'ladi. Siz qanaqasiz? Shu o'rinda siz qanaqa holatda bezinni oxirigacha datchiga yotgan holatda qo'yasizmi yoki men aytgandek ehtiyot qilib bezinni oxirigacha datchiga qo'yotmagan holatda ustiga dalifka qilib yurasizmi? Ya'ni buni doimo sovutishga sababchi bo'ladigan holatda. Xullas, qisqacha bezanosuzda evolyutsiyasi haqida sizlarga ma'lumot berishga harakat qildik. Videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysalaring va yana oldinda mana shunaqa servisimizdagi, do'konimizdagi mahsulotlardan, masalan, tarixiy faktlardan shu o'rinda kerakli ma'lumotlarni aytishga video kontent qilishga harakat qilamiz. Albatta fikringizni kommentariyaga yozib qoldirsangiz xursand bo'laman. Nima deysizlar? Shu bezanosuzlar bir vaqtlar 250 dollardan odamlar topolmasdan olib qo'yganiga ishondingizmi? Albatta kommentariyaga yozib yuboring. Albatta buni qilganlar ishonishadi va yozishadi, lekin hozirgi yosh avlod deyarli ishonmaydi. Sizlarga mana oddiy mexanический kachkali bezanos. Bu bezanos Tico mashinaniki. Ticodan keyingi mashinalarga esa mana Nexia, Damas, hop Damas mashinanikini ham ko'rsatamiz. Damas mashinanikini bezanosdan bitta olib beringda. Xullas, legendarniy bezanos, buni kachkali mexanическийdan keyin bu qo'limdagi Nexia Espero'dirda u paytlarda, keyin Nubira, keyingi o'rinlarda motorchiga universallashib ketib qolgan. Shu mashinalarga o'tib ketgan. Ko'rishingiz mumkin. Bu yog'i endi evolyutsiyasi keyingi avlodi. Cobalt mashinadan boshlab Nexia 3, Tracker, Malibu 2, Captiva, bu yog'i Orlando, Cherry, Skoda Kodiaq, Kia, Hyundai, plus inomarka bo'lgan hamma mashinalargacha bor. Evolyutsiyaga kelganda mana shu 3 ta bezanos hali ham aktualligini hech yo'qotmagan. Ba'zi bir o'rinlarda Tico'niki sal yo'qotilib qolgan bo'lishi mumkin, lekin mana shu 2 ta bezanos har safar metan zapravkalar ishlashdan to'xtaganda yana boshlanadi aktualligi. Xullas, eslaganlar bo'lsa, bezanos temasida bir paytlar mana shu bezanos 250 dollar sotilgan o'sha paytlarda. Aynan hozirgi kunda bilasizlar, metan zapravkalarimiz ishlab turgan holatda bekilib qoladi. Oldin bezanos topish imkonsiz bo'lar edi. Bu bezanos motorchik, originali haqiqatan ham shunaqa qimmat bo'lardi va keyinchalik Xitoydagi kelishni boshlagandan keyin ustalarimiz endi remont ishidan to'xtab, tayyor arzon bezanos motorchilarni almashtirishga o'tishgan. Nima bo'lganda ham tezlashganda endi klientlarda yurishi ham, ish bitishi ham arzonlashgan. Xullas shunaqa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.